Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yo'q. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yo'q. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Alloh saqlasin. Juda qo'pol xato bu. Namoz buzishgacha boradigan xato. Bu yerda iyyaka desak, tashdidsiz aytsak, quyoshga sig'inamiz bo'lib qoladi. Bu yerda tashdid bor. Buni bildirishimiz kerak. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas siratal mustaqim deydi ko'pchilik. Xato. İhdinas siratal mustaqim. As-siratal to harfi bor arab tilida. Shuni bildirishimiz kerak. Siratal-lazina an'amta alayhim deyshadi. Allazina emas, allazina. Siratal-lazina an'amta alayhim. Keyingi qo'pol xato g'oyril mag'zubi alayhim valaz-zollin deyshadi yoki g'oyril mag'zubi alayhim valaz-zollin deyshadi. Qo'pol xatolar bular. G'oyril mag'zubi alayhim valaz-zollin. Mana shu madda ham ko'pchilik valaz-zollin deb qo'yadi yoki valaz-zollin deb qo'yadi. Yo'q, bu yerda mad, albatta madni cho'zishimiz kerak. Fotiha surasini to'g'rilab olishimiz kerak. Chunki har kun namozimizda o'qiymiz bu surani.